Germaniyaga ishga kelish turlari. Bunday turdagi videoni siz shu paytgacha internet tarmoqlarida uchratmagan bo'lishingiz kerak. Xudo xolasa bu birinchi video bo'ladi. Shuning uchun hoziroq videoga like bosib, bizga obuna bo'ling. Birinchisi, siz Germaniyaga to'g'ridan-to'g'ri ishga kelmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz va uzoq muddat shu yerda ishlab qolmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, u holatda siz 18-D paragraf bo'yicha viza olib Germaniyaga faqat sifatida kelishingiz mumkin. Buning uchun siz elchixonadan navbat olasiz va hujjatlaringizni topshirib, viza olib Germaniyaga kelasiz. Bu birinchi yo'l hisoblanadi. Ikkinchi yo'l. Germaniyaga siz avvaliga amaliyot dasturi orqali, undan keyin ishchi vizaga o'zgartirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, u holatda Weiterbildung dasturi orqali kelishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun ham sizdan talab qilinadigan til darajasi B1 yoki B2 darajada talab qilinadi va siz Germaniyaga 6 oy yoki 1 yil davomida amaliyot qilasiz va shundan keyin ishga o'tasiz. Eng qizig'i, amaliyot davri ham oylik bilan birga bo'ladi. Uchinchisi, agar siz hech qanaqa diplomga ega bo'lmasangiz va til sertifikatlariga ega bo'lmaydigan bo'lsangiz, u holatda siz 19-S paragraf bo'yicha mavsumiy ishga Germaniyaga kelishingiz mumkin. Buning uchun siz elchixonani o'zidan navbat olib Germaniyaga kelishingiz mumkin bo'ladi. Bundan sizdan hech qanaqa til sertifikat talab qilinmaydi, lekin tavsiya qilinadigan til darajasi eng kamida A2 va B1 darajalari hisoblanadi. Agar siz Germaniyada kasbiy malakangizni tan oldirtirmoqchi bo'lsangiz va undan keyin Germaniyada uzoq muddat qolishni istaydigan bo'lsangiz, u holatda 16-D paragraf bo'yicha viza olib Germaniyaga kelishingiz mumkin. Buning uchun navbatni siz TLS kontakt tashkilotidan olasiz. Sizdan talab qilinadigan til darajasi kamida B1 yoki B2 ni tashkil etadi. Beshinchi yo'l bu talabalar uchun mo'ljallangan yozgi work and travel dasturi hisoblanadi. Bundan sizdan hech qanaqa diplom yoki til sertifikatlari talab qilinmaydi. Yagona talab siz o'qish joyingizdan ma'lumotnoma taqdim qilishingiz kifoya. Faqatgina bitiruvchi kurs bo'lmaydigan bo'lsangiz, bemalol Germaniyaga work and travel dasturi orqali kelishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun ham navbatni Schengen viza uchun TLS kontakt tashkilotidan olasiz.